Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch xushxabar. Yangi yilga o'zbekistonliklarga bayram tuhfasi beriladi. Prezident qarori. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Mazkur hujjatda kelgusi yilda ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag' xizmatlari narxlarning oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlar ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1.69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Jami ish haqqi, ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172.8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat budjeti xarajatlarining 42% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2.2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda, davlat ijtimoiy xarajatlarni oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda, deyilgan ma'lumotda. Xabarlarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.